Yer yuzida shunday jonzotlar borki, ular million yillardan beri zarracha ham o'zgarmagan. Ular dinozavrlar qirg'inidan omon qolgan haqiqiy tirik qazilmalardir. Miksin 300 million yildan beri o'zgarmagan. Uning jag'i yo'q, lekin u o'z tanasidan dahshatli miqdorda shilimshiq chiqarib, yirtqichlarni bo'g'ib o'ldiradi. Selikant balig'i 65 million yil oldin qirilib ketgan deb hisoblangan, lekin 1938-yilda u kutilmaganda tirik holda topildi. Uning suzgichlari xuddi oyoqlarga o'xshaydi. Qalqon qisqichbaqa 450 million yillik tarixga ega. Uning qoni ko'k rangda va tibbiyot uchun bebahodir. U dinozavrlardan ham qadimiyroq. Bujmador akula. Uning ko'rinishi dahshatli ilonga o'xshaydi. Og'zida 300 tadan ortiq ignasimon tishlari bor va u 80 million yildan beri okean tubida yashaydi. Tuatara, Yangi Zelandiyadagi bu kalla suyakli sudralib yuruvchi 200 million yillik turdir. Uning boshining tepasida 3-ko'zi borligi hamon sir. Goblin akulasi o'zining g'alati burni va otilib chiqadigan jag'i bilan mashhur. Uning genetikasi 125 million yildan beri deyarli yangilanmagan. Gazuar dunyodagi eng xavfli qush. Uning panjalari va patlari zamonaviy qushlarga emas, balki haqiqiy velociraptor dinozavrlariga o'xshaydi.